Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam so'raldilar. An akbari ma yudkhilun nasan nara qala al-famu wal farju. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasal jannata qala taqvallohi wa husnul xulqi. Do'zaxga eng ko'p kiradigan odam nima sababidan kiradi? Do'zaxiga kim nima sababidan do'zaxi bo'ladi? Do'zaxga olib kiradigan narsa og'zi bilan pasi, ikki nafsi. Do'zaxi qiladigan narsa do'zaxini sonini ko'paytiradigan, do'zaxlarni aksari og'zi va ikki nafsini tiya olmaganlar. Ikkita nafsini tiya olmaganlar. Yo og'zidan harom yeb, harom narsa chiqazib, bu og'izdan ko'p narsada gap ham chiqadi, harom ham yeyiladi. Ikkinchi nafs ham o'shani to'ydira olmay ko'p ishlarni qilaradi. Xullas, do'zaxlarning aksari ikki nafsidan bo'ladi.